Assalomu alaykum Venstore kuzatuvchilari. Bugun biz Larens mehmonxonasiga ventilyatsiya tizimlarini qilib berdik. Kelaylik, birga ko'rib chiqamiz. Bu Larens mehmonxonamizning restorani. Bu yerga havo so'rish uchun ventilyatsiya tizimlarini qilib berganmiz. Bu yoq tarafidagi esa havo berish uchun ko'chadan toza havoni olib berish. Bu mehmonxonamizning kухонный zonasi bo'ladi. Larens mehmonxonamizning restoraniga ham kухонный zonasiga yuqori sifatli ventilyatsiyadan foydalanganmiz. 3 ta zon qo'yib berganmiz. Kухонный zonada ventilyatsiya tizimini qanaqa ishlashini hozir ko'rishingiz mumkin. Restoranimizning ventilyatsiya tizimi shu xonada joylashgan. Bu yerda kanalli ventilyatorimizni 70 ga 40 dan 2 ta qo'yilgan. O'rtaga rekuperatorimizni bitta o'rtaga rekuperator qo'yilgan. Bu mehmonxonamizning sanuzellariga krugli kanalli ventilyatordan foydalanganmiz. Hozir ko'rsatib o'tganimizdek, restoran qismiga esa kirish-chiqish qismiga radialniy kanalli ventilyatorlardan foydalanilgan. Endi рабочий zonaga keladigan bo'lsak, bu zontlarimizga ko'rib turgan zontlaringizga sentrobejniy ventilyatorimizni 1162 modelidan foydalanganmiz. Sizlarga ham xuddi shunaqa ventilyatsiya sistemasi kerak bo'lsa, Venstore'ga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin.